Mana Maktuba Shaydo she'ri bilan She'r teksti bormi? ota onam qarimasin degan she'r bor ekan. Uni qo'ldan kelgancha harakat qilasizlar, muxlislar talabiga binoan yangi qo'shiq Har bo'ladi. bitta addelni chiqaraman. Addelni birga duet qilasizlar. Vaqt ketdi. Xazon bo'lib, orzulari unsiz yig'lar armon bo'lib. Oq ko'targan yelkalar. Variantlarda mana repetitsiya jarayonlari ana shunday. Yo'q, mana shunday joylarni ham olish kerak-da. Variantlar jarayoni mana ketyapti. Tayyorgarlik jarayonlari. Hech kim aytgan yo'q. Maktuba Shaydo she'rini beryapman bularga. O'shani mana bular she'rni qo'shiq qilib aytish kerak, tamom. Tayyormiz Abror aka? Ketdi mana. Yangi she'r, yangi qo'shiq premyera. Obidjon va Abror Yangiyev ijodidan. Maktuba Shaydo she'ri bilan. Tayyorgarlik o'tdi. Ha. Qani muxlislar Borayapti. Bog'bonlarim xazon bo'lib. Orzulari unsiz yig'lar armon bo'lib. Oq ko'targan yelkalari kamon bo'lib. Onam ota onam qarigani alam qilan. Ota onam alam, ota onam qarigani alam qilan. Tashvishlari ketib omad chopganda qiyinchilik eshiklari yog'ganda yashash uchun endi imkon topganda yashash uchun endi imkon topganda ota onam qarigani alam qilar. Ota onam qarigani alam qilar. Qanchasini qaro kunlar ortda qolib. Yashash desa yuragida surur solib. Qaltirgan qo'llar
ya. Ha. Yüreği dese avrin mingen ayağa. Ha. Kanday çiday hayatning bu sırağa. Kanday çiday hayatning bu sırağa. Ha. Ota onam qarigani onam qarigani alam qilgan. Ko'ksini alamlarga kirganida Ha. kishilar ketib qizg'aldonlar tirganida mehnatlari endi hosil berganida ota onam qarigani alam qilib ota onam qarigani alam qilib ota onam qarigani alam qilib Undora chiqdimi namangan shunda to'sar. Obid aka